Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Bugun biz mahalliy karis raqamlarini o'rganamiz. Karis raqamlari faqat birlik va o'nlikdan iborat. Ya'ni ular 1 dan to 99 sonigacha bo'lgan raqamlardir. Avvalam birliklarni o'rganib olamiz. 1 xana, 2 tul, 3 set, 4 net, 5 tasot, 6 yosot, 7 ilgop, 8 yodol, 9 ahob. Bular birliklar va o'nliklarni yodlab olamiz. 10 yol, 20 simul, 30 sorin, 40 mahin, 50 shvin, 60 yesun, 70 irin, 80 yodin, 90 ahin. Qolgan barcha 99 gacha bo'lgan raqamlar shu birliklar va o'nliklar juftligida yasaladi. Bir ikkita misol bilan kifoyalanamiz. Masalan, 39. 30 bu sorin, 9 esa ahob. Demak, sorin ahob. 87. 80 bu yodin, 7 ilgop. Yodin ilgop. 22 20 simul, 2 esa tul. Simul tul va hokazo xuddi shunday holatda yasaladi. Mahalliy karischa raqamlarda bitta istisnoli holat bor. Buni bilishimiz shart. Ya'ni 1, 2, 3, 4 va 20 raqamlari ko'pincha qisqartirib ishlatilish hollari uchraydi. Bu o'zgarishlar quyidagicha aks etadi. Ularning oxirgi harfi tushirib ishlatiladi. Xana han holida, tul esa tu, set se, net ne va 20 simul simu holida ishlatiladi. Masalan, hantal, tushi va hokazo. Mahalliy karis raqamlarini ishlatiladigan holatlarini tanishtirib chiqaman. Birinchi navbatda vaqtni aytayotgan paytingizda albatta soatni karischa sonlar bilan ataysiz. Minut, sekundlar esa xitoycha sonlar bilan ataladi. Misol keltiramiz, soat 5:05. Unda biz soatni karischa son bilan ishlatamiz. Tasot shi, minutni esa xitoycha son bilan ishlatib o bun deymiz. Demak, tasot shi o bun. Va bundan tashqari karischa so'zlar kelganda, ya'ni kun, oy, yil kabi atamalar karischa so'zlar bilan yoki yosh ham karischa so'z bilan kelganda albatta uning oldidan karischa sonlarni ishlatamiz. Masalan, tutal, tasottal, inyon yoki simul tasot, sarimnida va hokazo holatlarda ishlatiladi. Endi bundan tashqari sanash uchun ishlatiladigan ta qo'shimchasi bor. Uni keyingi mavzuda o'rganamiz, lekin tushunarli bo'lib ketish uchun bugun bitta misol keltiraman. Insonlarni sanoq sifatida ishlatiladigan so'zi miyon yoki bun. Bunga misol keltirsam tushunarliroq bo'ladi. Bu holatda biz albatta karis sonlaridan foydalanamiz. Masalan, biz 5 kishimiz. Xuddi shunday holatlarda, sanoq holatlarida so'zlaridan oldin albatta karis sonlari ishlatiladi. Insonlar yoshini aytganda esa faqat 50 yoshgacha bo'lgan sonlarda albatta karis sonlardan foydalanishingiz mumkin. Unda faqatgina yosh so'zini karischa, ya'ni sal holatida ishlatasiz. Masalan, nanin, ahin yodol sarimnida. 대화. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 저는 민수예요. 민수는 몇 살이에요? 저는 26살이에요. 가족은 몇 명이에요? 우리 가족은 4명이에요. 무슨 언어를 배워요? 한국어를 배워요. 한국어 수업은 언제예요?
오전 9시부터 10시까지예요. 만나서 반가워요. 저도 반가워요.